asosiy yana bir narsa bor. Alyuminni bular ham turga bo'linadi. Arzonroq ishlab chiqarishda bunday soyadinatellardan foydalaniladi. Bular quymoq soyadintel deb aytiladi. Buları Zavodskoydan yubka qildi. Bu endi originali bu. O'zini, Aqua'nın o'zini. Bular arzon mahsulotlar. Bir qo'ygandam katta fark etadi buni ishlatganimizda. Ko'rganlaringiz romni netadi. Mustahkamligini tutishdi. Oshirmaydi, naborot. Asıl ramlarda asılıp kalışga shunday narsa sababchi bo'ladi. Noto'g'ri urilgan samolyotlar, noto'g'ri soyadinatellar. Eğerde alyumin ramni buni to'g'ri yig'ganda bu baquvvat hisoblanadi. Plastiklardan asilish narsa kam buni. Bizda ishlatilganda shunday to'liq ichine salinadi buni. Alyuminni. Shuning uchun bizda baholar ozmaz, boshqalarga qaraganda qimmat. O'g'anamiz ishni birinchi o'rinda biz sifatini yo'lga qo'yamiz. Bu mahsulot sonini emas, sifatini e'tibor etamiz ishlaganda. Shunday davom etib boraveramiz ko'p nelardi, xudo xolasa.